Qanaqa qilib kursingizni barcha jarayonlarini bitta platformada yuritish mumkin? Keling, bizning mijozimiz Rework SMM onlayn maktabi misolida ko'rib chiqamiz. Firdavs aka, Exot platformasiga o'tishdan oldin kurslaringizni qanaqa yuritardingiz? Qayerda joylashgan endi ular? Menda bitta boshqa platforma bor edi, nomini aytmayman va asosan Telegram kanalda yoki botlarda qurilgan bu tizim menda, lekin juda ham noqulay edi. Misol uchun, agar o'quvchi kirib o'qimoqchi bo'lsa, men uni qanaqadir bir alohida vertikadan ruchnoy o'tkazishni to'g'ri qo'ygan joylar ko'p edi. Meni ham vaqtimni olardi, meni ham vaqtini olardi, tushmayotgan joyi ko'p edi. Exot zo'r yechim bo'ldi. Mana shu aytgan muammolaringizni Exot qanaqa qilib yechib berdi? Kirgan odam avvalo ro'yxatdan o'tishi kerak. Ro'yxatdan o'tgandan keyin siz bazangizda bo'ladi. Bazadagi bor inson kurs sotib olmoqchi bo'lsa, sizda to'lov tizimlar ulangan bo'lsa, avtomatik sotib oladi va kurs unga ochiladi. Bu yerda sizda deyarli ishtirokingiz yo'q. Qisqacha, Exot'da sizga yoqadigan 3 ta xislati. Birinchisi, to'liq jarayon avtomatlashtirilgan. Ya'ni o'quvchi kirishidan to dars tugatgunga qadar. Ikkinchisi, gamifikatsiya funksiyasi qo'shildi. Uchinchisi, har bittan darsdan keyin uni olgan bilimini tekshirib olish funksiyasi bor. Testlar orqali, konspekt yozish orqali va hokazo. Mana shu 3 ta narsa meni Exot bilan bog'lab turibdi. Qaysidir ma'noda. Fikr mulohazalaringiz uchun katta rahmat. Yana ko'proq ishlab, ko'proq yangi funksiyalar qilishga harakat qilamiz. Charchadik. Rahmat.